hozir bir qiz yozdilar, menopauzangizga ichayotgan narsangiz yaxshi ketyaptimi deb. Chunki bilasizlar, boshidan sizlarga aytib kelyapman. Men pashta qizlarim tugatdim o'sha pashta. Har kun ertalab 2 ta, kechqurun 2 ta ichaman. Mana shu bittasi bir kunga mo'ljallangan, ya'ni 4 ta ichasiz. Pashta tugatdim, juda ham yaxshi, qizib ketishlarim yo'q. Asabiyligim ham ancha bosilib qoldi. Menopauzada hammaga kerak bo'lgan narsa bu Safora Queen. Keyin qizlar yana 43 yoshga kelib nimani ichishni boshlar ekanman, hech o'ylamagandim. Bo'g'inlarim uchun nimadir ichaman deb o'ylamagandim. Bitta tizam faqat og'rirdi. 2 oydan beri og'rib qolgan. Doktorga borganimga tazobedrenniy sustavda koksiartroz deb anaqa chiqargan. O'shani klienti, buni ham klientlarim maqtagani uchun ichdim, buni ham klientlarim maqtagani uchun ichdim, ichishni boshladim. Turmatin 2 ta ertalab, korichneviysi 2 ta oqi kechqurun ichiladi. Bugun mana bir marta ichibman, bir kun kecha boshladim, kecha ochdim. Jonimga tegdi.